Sizlaringizga ma'lum, har yili 15-mart kuni xalqaro jamoatchilik Butunjahon iste'molchilar huquqlari kunini keng nishonlaydi va bu kunning tarixiga bir qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ushbu kunni nishonlash AQSh prezidenti Jon Kennedyning 1962-yil 15-martdagi AQSh kongressiga yo'llagan, AQSh kongressida so'zlagan tarixiy nutqidan keyin tarixga kirgan. Jon Kennedy birinchi marta iste'molchi tushunchasini tavsifladi va iste'molchilarning 4 asosiy huquqlarini ajratib berdi. Ya'ni bular xavfsizlik huquqi, ma'lumot olish huquqi, tanlash huquqi va eshitilgan bo'lish huquqlari. Keyinchalik bunga Xalqaro iste'molchilar tashkiloti Consumers International tomonidan 4 ta huquq qo'shilib, iste'molchilarning 8 ta asosiy huquqlari tan olindi. Ya'ni bular asosiy ehtiyojlarni qondirish huquqi, xavfsizlikka bo'lgan huquq, axborot olish huquqi, tanlash huquqi, iste'molchilar manfaatlarini ifoda etish huquqi, yetkazilgan zararlarni qoplatish huquqi, iste'molchilik ta'limini olish huquqi, sog'lom atrof-muhitga bo'lgan huquqlardan iboratdir. Butunjahon iste'molchilar huquqlari kuni 1-marta 1983-yil 15-martda nishonlandi. 2 yildan so'ng, ya'ni 1985-yil 9-aprelda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish bo'yicha ko'rsatmalarni qabul qildi. Ushbu ko'rsatmalarning qabul qilinishi bilan iste'molchilar huquqlari xalqaro miqyosda tan olinib, qonuniylik maqomiga ega bo'ldi. Ushbu ko'rsatmalar iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish sohasidagi siyosatni belgilash va qonunchilikni ishlab chiqishda hukumatlar uchun dasturul amal vazifasini o'taydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ushbu rezolyutsiyasining qabul qilinishi ushbu sohada xalqaro hamkorlikni keng rivojlantirishga ham imkon berdi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligiga erishgach, 1996-yil 26-aprelda 30 ta moddadan iborat iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Qonunning 23-moddasiga binoan davlat iste'molchilarning tovar, ish, xizmat sotib olishi va undan foydalanish chog'idagi huquqlari hamda qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlari himoya qilinishini kafolatlashi, iste'molchilarning huquqlari davlat tomonidan himoya qilinishini davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, shuningdek sudlar ta'minlashliklari belgilab qo'yildi. Sotuvchi, ishlab chiqaruvchi, ijrochi bilan shartnomaviy munosabatlarda iste'molchi qonunchilikda nazarda tutilgan o'z talablari qanoatlantirilishi uchun ustuvor huquqqa ega. Ushbu norma O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi iste'molchi huquqining ustuvorligi prinsiplaridan kelib chiqqan holda qonunchilikda ham mustahkamlab qo'yilgan. Qonunning 4-moddasida iste'molchilarning 6 ta asosiy huquqlari qatorida ularning iste'molchilarning jamoat birlashmalarini tuzish huquqlari, 30-moddasi esa iste'molchilarning jamoat birlashmalari va ularning huquqlari ko'rsatib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish harakati iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida qonunning 4 va 30-moddalariga muvofiq 1997-yilda O'zbekiston aholisini sifatsiz mahsulot va xizmatlardan himoya qilishga o'z ulushini qo'shish va o'z imkoniyatlarini birlashtirishga qaror qilgan bir qator hamfikrlar tashabbusi bilan poytaxtimizning Shayxontohur tumanida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish ijtimoiy harakati O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati shaklida tashkil topdi va 1999-yil Respublika iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati sifatida ro'yxatdan o'tdi. Bu vaqtda respublikamizning 7 ta viloyatida hududiy jamiyatlar tashkil topdi. 2000-yil O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatining navbatdan tashqari 2-syezdida jamiyatga O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi maqomi berildi. Bu vaqtda 9 ta viloyat va Toshkent shahrida jamiyatlar tashkil etilgan edi. Faol iste'molchilarning sa'y-harakatlari tufayli ushbu jamoat tashkilotiga davlat tarafidan alohida e'tibor berilib, qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2002-yil 28-noyabrdagi O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 414-sonli qarorning qabul qilinishi mazkur ijtimoiy harakat taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab berdi. Shu bilan birga mazkur qaror bilan
iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlarining tashkiliy tuzilmasi hamda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi ijro etuvchi apparatining tuzilmasi ma'qullandi. 2003 yil 17 yanvardagi federatsiyaning 3-ta'sis konferensiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Federatsiyasi, Toshkent shahri hamda respublikaning 12 ta viloyatdagi hududiy birlashmalarni birlashtirdi. Bugungi kunda viloyatimizda 4 ta shahar va 15 ta tuman, jami 19 ta iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari faoliyat olib borayotgan bo'lib, 100 ming nafarga yaqin a'zolarni o'z saflariga birlashtirgan. Federatsiya tizimida iste'molchilar bilan aloqalarni yo'lga qo'yish va ularning murojaatlari bilan ishlash maqsadida Iste'mol.uz rasmiy veb-saytida virtual qabulxona, 1091 qisqa raqamli respublika bo'yicha yagona ishonch telefoni, shuningdek veb brauzer orqali murojaat qoldirish uchun murojaat.iste'mol.uz veb sahifasi tashkil qilingan. Shuning bilan birgalikda hududiy birlashmaning iste'molchi info.uz hamda farg'ona.iste'mol.uz rasmiy saytlari, Facebook, Instagram, Twitter ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari, YouTube platformasidagi kanali, Telegram messenjeridagi rasmiy kanali faoliyat yo'lga qo'yilgan bo'lib, ularga faoliyatga oid yangiliklar joylab borilmoqda. Imkoniyatdan foydalanib sizlarni yana bir bor 15-mart Butunjahon iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni bilan tabriklagan holda barchalaringizni yurtimiz iste'molchilar ijtimoiy harakati bo'lgan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi faoliyatida faol ishtirok etishga chaqirib qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.